Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz VPR formulasidan yana bitta amaliy mashg'ulot bajarib ko'ramiz. Bizaga ishchilarning ism familiyasi va bir oy davomiga necha kun ishlagan, necha pul oylik hisoblangan, qancha ustama ushlab qolinadi va ustama ushlab qolingandan keyin qancha oylik to'lanadi. Shu narsani jadvali bor bizaga. Demak, mana bu joyga ishchini ism familiyasini yozsak, pastga o'zi o'sha ishchi necha kun ishlagan va necha pul oylik olishi kerak. Mana shu ma'lumotlar o'zi avtomatik chiqishi kerak. Buning uchun tengni bosib VPR formulasiga kirib olamiz. VPR formulasi. Buni birinchi katakchasiga qidiriladigan ma'lumotni belgilaymiz. Nuqtali virgul qo'yamiz. Qayerdan qidirilishini belgilaymiz. Bunga jadval, misol uchun keyingi qatorlardan yana ma'lumot qo'shiladigan bo'lsa, to'liq ustunni belgilashimiz mumkin. Mana shu B ustunidan F ustunigacha hammasini. Keyin mana shu jadvaldagi nechinchi ustundagi ma'lumot bizaga kerak. Ishchini ism familiyasi birinchi ustunga turibdi. Demak, birdan tashqari qolgan 4 ta ustundan bittasini tanlashimiz kerak. Ishchini ishlagan kuni ikkinchi ustunga turibdi. Bizaga demak ikkinchi ustun kerak. 2 yozamiz, nuqtali virgul qo'yib 0 yozib qo'yamiz. Bizaga 0 nimaga kerak? Masalan, birinchi bu raqamlarga ishlatiladi odatda. Birinchi ustundagi ma'lumot raqam bo'lsa, masalan, 518 ming. Biza qidirayotgan jadvallar ichiga 100 ming, 500 ming, 1 million, 1,5 million summalari bor. Qidirilayotgan summalarning ichiga. 518 ming ularning ichiga bo'lmaydi. Oxirgi katakchaga 0 qo'ymasak, misol uchun 518 mingni 500 mingdan katta deb hisoblaydi. Ya'ni jadvaldagi 500 ming yozilgan qatorda to'g'ri deb hisoblab natijani chiqarib beradi shunga qarab. Lekin bizaga Toshmatov Aziz jadvalimizga yo'q bo'lsa, mana birinchi qatorga turibdi. Agar yo'q bo'lib qolsa, o'sha natija chiqarmaslik kerak. Formula bunaqa ism familiya yo'q deb chiqarib berish kerak. Bor bo'lsa, o'sha bor ism familiyani oldidagi ma'lumotlarni chiqarib berish kerak. Shuning uchun ma'lumotga aniq mos keladigan qatorda olish uchun oxirgi qatorga 0 qo'yiladi. Agar 0 qo'ymasak, boya aytganimdek, misol raqam berganimizga 500 mingdan sal kattaroq summani 500 mingga teng deb chiqarib beraveradi. To'g'ri deb. Mana shu vaziyatga oxirgi katakchani qo'yish kerakmi, yo'qmi, uni o'zingizlar hal qilasizlar. Formulani tugatib qavsni yopamiz, enter tugmasini bosamiz. Toshmatov Aziz. Xo'sh, bu ism familiya mana oxiriga bo'sh joy ishlatilgani uchun bu ism familiyani yo'q deb chiqarib beryapti. Biza oxiriga bo'sh joy qo'ymaganmiz bu joyga. Bo'sh joy tashlab enterni bossak, xo'sh, yana nima xato bor? Toshmatov Aziz. Toshmatova bo'lib qolibdi. Nimadir xatolik ketibdi mana. Bu yerga ham yozilishiga sh harfiga xato bor ekan. Mana shu mayda xatolarga e'tibor berib, formulaga bo'lmaydi ayb bunaqa vaziyatga. Imloviy xato bo'lishi mumkin. Endi mana shunaqa xatolar bo'lmasligi uchun nima qilish kerakligini video oxiriga ko'rib ketamiz. Keyin oylik ish haqini hisoblashga ham VPR formulasiga kiramiz. VPR formulasini ochib olamiz. Qidiriladigan ma'lumot ishchini ism familiyasi qayerdan qidirilishi B ustunidan F ustunigacha qidiriladi. Nechinchi ustun kerakligiga bunga oyligi 5-ustunga turibdi. 5 yozamiz. Nuqtali virgul qo'yib, oxiriga boyagi sababga ko'ra 0 raqamini qoldiramiz. Enterni bossak, mana 1.800.000. Mana bunga berilgan katakchaga berilgan qiymat, misol uchun bunga raqam yozsak, so'm so'zini o'zi qo'shib berishi. Mana shuni bunga ham belgilashimiz kerak. Bu katakchani o'ziga berilgan xususiyatda nusxalab olish uchun mana bu tugmadan foydalansak bo'ladi. Bu Excel'ning oldingi versiyalariga ham bor. Endi qaysidan boshlab borligini bilmadim, lekin hozirgi versiyaga borligi aniq. Kerakli katakchani tanlab tugmani bosganimizdan keyin o'sha katakchadagi qiymat qaysi katakchaga berilishi kerak, shuni ham tanlaymiz. Va katakchani kengaytirib qo'yamiz. Ma'lumot sig'masa shunaqa panjara bo'lib qoladi.
Mana 1.800.000 sharqi chiqib kelyapti. Ism familiyani o'zgartiramiz. Olimov, olim. Mana shunaqa. Agar imloviy xatolarni tez-tez qiladigan bo'lsak, masalan, yangi xodim olgan bo'lsak, unga mana shu jadvalni foydalanishga bergan bo'lsak, imloviy xato bo'lishi aniq. Shuning uchun данные bo'limidan mana shu katakchani o'zini tanlab turibman hozir. Proverka данные tugmasini bosamiz. Proverka данные. Mana bu qatorni spisok qatoriga o'tkazib qo'yamiz va pastga mana shu ism familiya yozilgan ustunni belgilab qo'yamiz. Ok tugmasini bosamiz. Endi imloviy xato qilish mumkin emas. Masalan, Toshmatov pastga o'zi ko'rinyapti nima yozayotganim. Toshmatov boshqa narsa yozib qo'ysam, bu qabul qilmaydi. Bunaqa ma'lumot yo'q bu ustunga deydi, spiskaga deydi. Orqaga qaytib, T harfini bosib, kerakli ismni tanlasak, o'zi qolganini yozib beradigan bo'lsa, bu yerga ham xatolik chiqmaydi. Masalan, N harfiga mana bu ism bor ekan, o'shani tanlasak, pastdagi ma'lumotlar ham o'zi o'zgarib, moslashib olyapti. Mana shu ism familiya necha kun ishlagan va necha pul ishlaganini ko'rsatib beryapti. Bunga ishlatgan faylimni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanalda agar bu videoni YouTubedan ko'rayotgan bo'lsanglar, profilimga o'tsanglar, Telegram kanal bor yoki pastga yozib qoldiraman videoni pastiga. Bugungi darsimiz shu.